Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Navbatdagi telefon xizmatimizni Andijon viloyati Izboskan tumanida, Xudo xolasa Paytuq shahrida yakuniga yetkazib bermoqdamiz. Xonadonimizga oppoq telefon qilganmiz. Boshqa rangdan foydalanmadik. Faqat xonadon egasini talab va istaklariga binoan oq rangli tunukamizdan foydalanib, mana ko'rib turibsizlar, Xudo xolasa go'zal holatda yakuniga yetkazib berdik. Xo'p, qadrdonlar, bu xonadonimiz necha kvadrat tunuka ketdi, necha pulga tushdi xonadon egasiga. Xonadonimizga 200 kvadrat tunuka ishlatganmiz. 1 kvadratini 140 ming so'mdan qilib berganmiz. 28 million so'mga polностью hamma yo'g'i Xudo xolasa go'zal holatda yakuniga yetdi. Sizga ham mana shunaqa chiroyli telefon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sizlarga ham xizmatlarni qilib beraveramiz. Hammalaringga rahmat. Like bosib bu videoni uyga telefon qilmoqchi bo'lganlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'ling.